Bu videoni arzonroq narxda tayyor navorotli Gentra chiqib qolsa olaman deb yurgan akalarimizga bitta jo'natib qo'yasizlar. Juda ham zo'r variantda bo'lgan, polniy navorot qilingan Gentra avtomobili sotuvimiz keldi. Mashinamiz 2019-yil, kraskalar top-toza deyishyapti. Bemalol kelib ko'rib, susanglarni olib kelib tekshirtirib olsangiz bo'ladi. Hop, Amerikanki farol taqib qo'yilgan, LED lampochkalari bilan tortda yaxshi balonli qo'yilgan. Archa balonli, krugovoy tonirovkalari bor. Mashina polniy shumkali qilingan, slipovoy zona, oldiga gerb laboylar bilan. Salonlari o'ta ideal holatda, qiriladigan joylar laminatsiyalar qilib qo'yilgan. Captiva Bradway qo'yilgan, Sony'dan bunaqa chiroyli monitorli mikrofon qo'yilgan, Starline mejiarli, start stoplari bor, qiriladigan joylar laminatsiyalar, orqada optira farali, iloji bunaqa bagajga sensor datchiklar ham qo'yib qo'yilgan ekan. Xohlasa juda ham zo'r variant. 2019-yil kraskalari toza bo'lgan Gentra avtomobilini $10,200 ga berib yuboramiz. Pastdan nomer qoldirib qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqib, xudo xolisa baraka qo'rsanglar bo'ladi.